Ikkinchi bo'limni boshlasak. Xo'sh, qaysi misoldan qoldik? 18-misol. 18-misolda aytishyaptiki, kranli yupqa trubka yordamida ulangan teploizatsiyalangan ikki idishda mos ravishda shu temperaturali 2 mol 3 mol miqdorda geliy bor. Kran ochilib solim muvozanat yuzaga kelganda keyin harorat kelganda qanday bo'ladi? Oddiy holat. Bu formulalarga kelsa mu1 T1 plus mu2 T2 taqsim mu1 mu2 bitta gaz va bitta gaz uchun o'rinli bo'ladigan formula. Shu yerdagi son qiymatlarni o'ringa qo'ysak, yechimga ega bo'lamiz. 360 degan. 360 Kelvin barqaror harorat barqaror topar ekan. 18-misoldan keyin biz 19 bor. 19-misoldan shu boyagi misollar tipiga kiradi. Alohida ishlab beramiz. 3 ta misol qolyapti. Xo'sh, 20-misol. Ikkita bir xil zaryadga ega bo'lgan o'tkazuvchilar bir-biridan qanday masofada joylashgan, ular bir-biriga tekisdan, yana o'sha masofaga qaytarib olinibdi. Yaxshi. O'zi formulacha yozsak, F teng K qo'bir qo'y 2 taqsim R. Nima o'zgarmayapti? Bizda K o'zgarmaydi. K esa oradagi masofa o'zgarmayapti, faqatgina qo'ning miqdorlari o'zgarayotgan ekan. Shundan bilishimiz mumkinki, F zaryadlarga to'g'ri proporsional. F1 da topsak 50 nanokulonga 10 kulondan ko'paygan bo'lishi kerak. F2chi bir xil shartchaliklar zaryadlar tegib olinayotgan bo'lsa, ularning o'rta arifmetiga, ikkita zaryadning o'rta arifmetiga teng taqsimlanishi kerak bo'ladi. 50 ga 10 ni qo'shib 2 olsa 30 dan bo'lib qoladi har bir shartcha uchun. Va bu yerda F2 taqsim F1 topayotgan bo'lsa 1.8, bu degani 80% ziyodlashib ketadi kuchi. Keyin 20 dan keyin 21 halqa berilgan, uzuk halqa berilgan, undan o'q masofasidan 8 sm yuqoridagi potensialini toping. Radius 6. Biz bilamizki 6 ga 8 farq qilayotgan bo'lsak, halqadan bu nuqtagacha bo'lgan masofa 10 sm kelib chiqadi. Va bu yerdan delta F dan K qo'y taqsim R degan formulasidan foydalanayotgan bo'lsak, qo'ni o'rniga 4 nanokulon o'zini bergan radiusga esa radius emas, orasidagi masofa x ga 0.1 dan 1 qo'yib yuborishimiz mumkin. Ya'ni 10 sm 0.1 dan 1 ga teng. Va yechimga ega bo'lamiz. Integrallar ishlab chiqarish ham bor, lekin bu eng qulay usul hisoblanadi. 21 dan keyin 22-misolda ishqalanish silliq stol ustida maslahat teng bo'lgan 3 ta jism kuchlar ko'rsatilgan tasvir etilgan chizmaga asosan jismlarning tezlanishini baholang. Yaxshi. Birinchisidan olayotgan bo'lsak, tezlanish kuchga to'g'ri proporsional. Birinchisidan olayotgan bo'lsak, silliq stol surtida bo'lganligi uchun tepadagi perpendikulyar tushgan, ya'ni to'g'ri perpendikulyar tushgan kuchlar jismga tezlanish bermaydi. Faqatgina vertikal gorizontalga olinayotgan proyeksiyalarni olinish kerak. Buning kuchi F, buni hisoblayotgan bo'lsak 2F F 1 ga tortilib ketsa natija esa 3F bo'lib ketadi. Buniki 2F F bo'layotgan bo'lsa natija esa F u tomonga qarab siljib ketadi. Bu yerdan ko'rishimiz mumkinki, qaysi biri kuchi katta bo'lsa, tezlanishi ham katta. Bu shu orqali misolda javobimiz C degan yechimni ko'ramiz. Xo'sh, bu X, Y, bu Z yechim bo'layotgan bo'lsa, AX katta AY teng yo'q, AY AX bilan AZ bir-biriga teng. Chunki ularning tortayotgan kuchlari bir-biriga o'zaro teng. 22 dan keyin 23-misolda ko'rayotgan bo'lsak, rasmda kvadrat yo'lning kvadrat ekan, KL nuqtalar bir vaqtning o'zida ikkita o'zgarmas tezlik bilan o'tayotgan ikki jism birinchi marta M nuqtada birga yetib keldi. Ma'lum bir vaqtdan keyin ikkalasi M nuqtaga yetib kelibdi. Ularni bir nimalarni taqqoslashimiz kerak. Xo'sh, javoblarni chiqarib olishdan boshlasak, birinchi yechim ularning bosib o'tgan masofalar teng. Yo'q, unday emas. Chunki K mana bu masofa bosib o'tadi. X M gacha kelguncha 1 2 3 4 5 6x masofani bosib o'tadi. L chi 2x masofani bosib o'tadi. Bu noto'g'ri. Ularning tezliklari teng. Yo'q, tezliklari teng emas, chunki bir xil vaqt ichida turli xil masofa bosyapti. Demak, bu tezliklar har xil. Uchish bo'lsa, ularning kuchlari albatta teng bo'ladi. Uchinchisini olayotgan bo'lsak, sababi K dan M gacha bo'lgan masofa ham ilzosida 2x, x aytgan bo'lsak, L dan M gacha bo'lgan masofa ham ilzosida 2 ilzosida x. Ilzosida x bo'ladi. Ya'ni ko'chish degani boshlanish nuqtasi bilan oxirgi nuqtani tushirish kesmaga aytiladi. Yo'nalishni.
Xo'sh, 23 dan keyin tushunarli bo'lgan bo'lsa 24. 24-chi misolda chizma berilgan. Chizmada turli quvvatga ega bir xil kuchlanishga mo'ljallangan lampalar va elektr sxema tasvirlangan. Agar M lampadan o'tayotgan tok kuchi 4 ampere bo'lsa, zanjirdan tarmoqlanmagan qismidagi tok kuchini toping. Yaxshi. Xo'sh, birinchi o'rinda bu jismning va yoki lampalarning qarshiliklarini nisbatlab olayotgan bo'lsak, baholab olamiz. Kuchlanishlar o'zgarmas bo'lgan ekan, boshida hozir o'zgarib ketgan, lekin boshida o'zgarmas. Bu holatda O kvadrat taqsim etgan Q chiqadi. Bu yerdan bilishimiz mumkinki, radius deb yotibdi. Qarshilik quvvatga teskari proporsional ekan. Demak, shu orqali belgilab olishimiz mumkin. Ya'ni 30 volt 10 voltnikini R da aytgan bo'lsa, 30 voltniki R taqsim 3 sababi mahrajda o'tib ketadi. 60 niki R taqsim 6. Qolganlariga buniki R taqsim 6 yozilgan ekan. Mana yozib qo'ying, R taqsim 6. Bunikicha R taqsim 15. Xo'sh, endi baholaymiz. Bundan 4 amper tok o'tyapti mana bundan. Bu 4 amper bu yoqqa kelguncha bu ikkalasidan chiqib kelganda. To'g'rimi? Bu ikkalasidan chiqib kelgan. Ya'ni qaysi biridadir ko'proq, qaysi birida kamroq oqqan. Buni bilishimiz uchun biz qarshiliklarni baholaymiz. Ya'ni qarshilik kichik lampadan ko'proq tok kuchi oqib o'tadi. Ya'ni buniki x deb belgilayotgan bo'lsak, buni x desak, bu 3x ga teng. Demak, bunda ko'proq tok kuchi oqqan, bunda kamroq tok kuchi oqqan. Nisbatlab hisoblayotgan bo'lsak, bundan 3 amper tok oqib o'tgan bo'ladi, bundan 1 amper tok oqib o'tgan bo'ladi. Chunki qarshiliklarga teskari nisbatda. Bu 1/3 nisbatda bo'layotgan bo'lsa, bu kichigida kattaroq tok kuchi oqib o'tgan. Endi shu yerdan ajoyib narsa bilib olsak bo'ladi. 3 amper bo'layotgan bo'lsa, bu yerdagi kuchlanish 10 voltga teng. Mana haqiqatan 10 voltdagi 1 amper bo'layotdi. Bu yerdagi kuchlanish 10 voltga teng. Mana shu yerdagi kuchlanish. Bu yerdagi kuchlanish esa 60 volt 4 amperga bo'lganimizda 15 voltga teng. Demak, bu yerdan opishi ikkita nuqta orasidagi opishi kuchlanish esa bizda 25 voltga teng ekan. Bilamizki, bu 3 ta lampaga bu lampa parallel ulangan. Demak, bu yerdagi kuchlanish bilan bu yerdagi kuchlanish o'zaro teng. Ya'ni bu yoqda 25 volt kuchlanish bo'lsa, bu yerda ham 25 volt kuchlanishga ega. Demak, bu yerdagi tok kuchini topish qiyin emas, chunki quvvatda 25 voltga bo'layotgan bo'lsak, 6 amper tok kuchi kelib chiqadi. Demak, bu yerdan 6 amper tok oqib o'tayotgan bo'lgan, bu yoqdan esa 4 amper, sababi oxir 4 amper chiqib ketyapti. Bu yoqdan 4 amper kelib qo'shiladi, bu yoqdan 6 amper kelib birgalikda kirgoh qonunlari bo'yicha kiruvchi toklar va chiquvchi toklar teng bo'lishi kerak. 4 6 kiryapti-da 10 amper bo'lib chiqib ketyapti. Demak, javobimiz 10 amper D javobga ega bo'lamiz. Xo'sh, 24 dan keyin biza 25. Bu bitta. Xo'sh, 25 dan nima deyilgan? Jismning og'irliklari R1 bo'lgan bitta jismni R1 zichlikka ega bo'lgan suyuqlikka solgan, keyin R2 zichlikka ega bo'lgan suyuqlikka solganda ikkalasida ikki xil og'irlik kelib chiqqan. Sababi Arximed kuchi sababli. Demak, birinchisining og'irligi o'zining og'irligidan Arximed ayirib tashlasak og'irlik kelib chiqadi, ikkinchisida ham xuddi shu. Demak, M ni ochib olamiz, R jism V J. F Arximedlar ochib o'tgan R suyuqlik R1 ko'paytirilgan V ko'paytirilgan J. Ikkinchisini ham shunday shaklda ochib olib, bo'lib yuborayotgan bo'lsak, V Jlarni olib chiqarib qisqartirib olayotgan bo'lsak, mana bu tenglikka ega bo'lamiz. Bu yerdan biz endi bemalolgina R jismni proporsiya usuli orqali topib olishimiz mumkin. D javobga kelib qolar ekan. Xo'sh, 25 dan keyin 26 to'la fazoviy burchak bizda 4p bo'ladi. Aylanasiga bu bichasi aylanasi bo'ladi-da, opish 4p. Nazariy savol. 26 dan keyin 27 amplitudaning xo'sh, amplitudaning natijaviy qiymatini hisoblash bo'ladi. Bizda shunaqa formulasi bor. Kosinus teoremasiga o'xshagan natijada o'zi plus 1 lik yozilar edi. A ning kvadrati A1 ning kvadrati kosinus delta f. Ya'ni fazoda farqini kosinusini hisobga olishimiz kerak. Intensivlikda esa 27-da xuddi shunga yozilsa, ildizlik. Xuddi bu shaklda bu formula. 28 dan 29 bu bizda polarizatsiyasini tirqish diffraksiya kamolangan Fraunhofer degan inson aniqlagan bo'ladi. 30 da Buger formulasi. Bilishimiz mumkinki,
Bunda yorug'lik energiya yo'qotadi. Yorug'lik energiyasi modda energiyaga aylanishidir. Bu yorug'likning modda yutilishini kim aniq qilgan formulasini toping. Yorug'lik bironta moddaga o'tgandan keyin iloji yo'q moddaning ichiga energiya beraveradi. Modda qizib ketadi, boshqa bir narsaga sabab bo'ladi. Shuni formulasi bilishimiz mumkin. C va D javoblarda Malus formulalari degan Malus qutublanish bo'yicha ishlagan yorug'likni. Burger formulasi bu yerda ikki xil formula, bitta minusdan AX, bittasi plusdan AX bo'lyapti. Demak, intensivlik iloji boricha kamayib ketishi kerak. Shuning uchun bizda minusdan bo'ladi menimcha formula. Shunga asosan olingan. 31-misol, bu yerda nazariy savol bu ham O'lmasova degan kitobida kelgan. Qanaqa savol edi? 31-misol. Savol yozilsa. Rentgen termoelektron emissiyasi tufayli katoddan chiqayotgan elektr oqimi kuchli elektr maydoniga tezlatildi. Tezlanishda elektr oqimi qaysi burchakda ostida joylashtirilganda og'ir anodga tushadi. 45 graduslik bo'yicha nazariya xuddi shunday. 32 qora jismning nurlanishi. Absolut qora jism bor, yana boshqa bir qora jism. Bizda absolut qora jism bor. Masalan, agar R 1 ga teng edi. Shuni temperaturaga bog'liq ana shu R ning o'zgarishi. R topishimiz mumkin. Sigma absolut temperaturaning 4-darajasiga to'g'ri proporsional bog'langan. Stefan Boltzmann qonuni. Sizlar aytishinglar mumkin, nima uchun buncha ko'p formula bo'yagi beryapsizlar deyishinglar mumkin. Savollarda matematika savollarida asosan ancha bir 10 ta 15 ta degan misol ana formulaga asoslangan necha nozik nazariyalar tushyapti. Undan ko'plar yiqilib ketishi mumkin. Shuning uchun buni oldini olyapmiz. Bu prognoz qilingan, ya'ni oldin aytilyapti, shular tushib qolish ehtimoliyati mavjud. Mana bu amplitudaviy ko'p ishlatilmaydi, intensivlik yoki mana bu uncha ko'p ishlatilmaydigan. Mana bu formulalar tushib qolishi ham mumkin. Shu sababli bu misollarni testimizga kiritgan edik. E'tiboringiz uchun rahmat.